Farg'onada shartni kutilmagani yomon qilaman degdim. Tayyormisan? Ha, ne bu o'tiribmiz? Qara. Oyingga telefon qilasan. Kechirim so'raysan, xursand qilasan, rahmat aytasan. Telefonda gromkada gaplashasan. Hayajonli daqiqalar. Hamma boshqacha qiynaydi deb o'ylovdi. Alo. Ona, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz onam? Tuzukmisiz? Xudoga shukr, rahmat. Ha, sizga gaplarim bor edi. Ha, gapiring bolam. Sizni yaxshi ko'raman ona. Yo'q. Ha, juda ham sizga rahmat. Odamlar bo'lmasalar ham boqib katta qilganingizga. Mana shu viloyatlarda yurimiz, odamlar juda katta hurmat bilan kutib olishyapti, подписчиклар. Esingizda bo'lsa, blogerlikni boshlaganimda ikkita odamlar qilmagin deganda qiziqyaptimi, qilsin deb hamma bilan talashib meni yonimga olgan edingiz. Keyin qarindoshlar yoshligimda ani olib kelma shu shumtak o'g'lingni derdi, siz bab olib borardingiz-ku mana. O'shanda ichingda sani bu talant qaynaganda o'shanda. Ha, shu yomon bola bo'lgan bo'lsam kechiring ona. Ya'ni unaqa desam bo'lar. Onalar hech qachon bo'lasidan xafa bo'lmaydi. Qilgan duolaringizga shunaqa hurmatda yurimiz. Ministr bo'lasan derdingiz esizdami? Hozir mana ministr bo'lib yuribman, Xudoga shukr. Kichkina bo'lsa ham. Inshaalloh bundan ham baland bo'lsa, Abdurahmon akang joylar bo'lsa, shunaqa odamga sani Alloh yo'liqtirganiga man hisob qilsam, hamisha man bu gapni aytaman. Sen yaxshi ustozga qo'lingni tushding. Abdurahmon akang ham xizmati bor bolam. Nima qilsam xursand bo'lasiz ona? Senin soy yaxshilikdan man xursandman ishingga. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Sizlarni rohatda ko'rish, xudo xohlasa seni o'ylantirib, seni ham o'ylaringni ko'rishni niyat qilsinlarga. Amin. Amin, rahmat ona. Salomat. Yaxshi o'tiring. Rahmat. Xo'p. Bajarildimi yo'qmi shart bilmadim. Menimcha bunaqa shart hech kim kutmagan edi, sen ham kutmading-a? Yo'q. Maza qildingmi? Tashqariga chiqib keldik. Shartni bajara oldimi, yo'qmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar.